2012-yilda ishlab chiqarilgan Dafixif Euro 5, 2006-yilda ishlab chiqarilgan Kogel Persep bilan birgalikda sotuvda. Narxini egalari 45 ming AQSh dollar deb aytayaptilar. O'zmoz kelishiladigan joylari bor. Tigatchi yurgan masofasi 1 million 650 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Mexanika korobkada salon ichki holatlarini ham videoda ko'rishingiz mumkin. Zo'r holatda turibdi. Tigach 460 ot kuchiga ega AT motor. Persep Kogel standart mosti, safmos, lentakasi mavjud, paletlari ham bor. Persep'e TV tentini yangi qo'ydirib qo'yilgan, kamchiliklari yo'q, ishga 100% tayyor holatdagi mashina. Moy filtrlarini hammasini yaqinda almashtirib qo'yilgan ekan. Agar furaga qiziqqan bo'lsangiz, egalariga telefon qiling, yana to'liqroq ma'lumotlarni olasiz. Manzil Buxoro viloyati Shofirkon tumanida turibdi. Egalarining telefon raqami har doimgidek videoni past qismida bo'ladi. Videoga like bosib, fura qidiruvga barcha tanishlaringizga yuborib qo'ysangiz bo'laveradi. Hammaga rahmat.